Xo'jand shahridamiz. Shayx Maslihiddin Xo'jandi Badiiddin Nuriy hazratlarini kompleksida. Xo'p, kompleks bir qancha qismlardan iborat. Xo'p, 20-asr boshida qurilgan masjid, 20-asr boshida qurilgan minora, 21 metr balandligi. Va aynan mana orqamda Shayx Maslihiddin hazratlarining o'zlarini qabrlari, maqbaralari, uni orqasidagi bino esa yangi bino. Zamonamizda qurilayotgan va kutubxona bo'lishi rejalashtirilgan bino. Uni orqasida bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsanglar, Xo'jandni o'rab turgan tog'lar joylashgan bir ajoyib manzara. Xo'p, bevosita Shayx Maslihiddin haqlarida gaplashadigan bo'lsak, o'zlari 1129-1130-yillarda Makka da tug'ilganlar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning avlodlaridan hisoblanadilar. Keyinchalik oilalari bilan Xo'jandga, aniqrog'i Xo'jand yaqinidagi Unji qishlog'iga ko'chib kelishgan. Bu yerda dastlabki barcha shar'iy bilimlarni egallagandan so'ng o'zlarining otalari tasavvuf ahlidan bo'lganlar va ular ham tariqat halqasiga qo'shilganlar. Keyinchalik shu halqada pirlik, murshidlik darajasiga yetib borganlar. O'z faoliyatlari davomida shu Xo'jand shahriga hokimlik ham qilganlar uzoq vaqt mobaynida, lekin Xorazmshohlar va Mo'g'ullar davlatlari o'rtasida nizo kelib chiqqandan keyin Xorazmshoh Xo'jand qal'asini Mo'g'ullardan himoya qilish uchun Timur Malikni bu yerga qo'mondon qilib jo'natadi va Timur Malik hokimiyatni o'z qo'liga oladi. Lekin shunday bo'lsa ham Shayx Maslihiddin mahalliy xalq orasida baribir o'sha yetakchilikni saqlab qoladilar. Ya'ni diniy peshvolikni shu Timur Malik va u bilan birga kelganlar ham buni tan olishadi hammasi. Birozdan so'ng Mo'g'ullar 25 ming qo'shin bilan va 50 mingga yaqin jangda asir tushgan qullar bilan yetib kelishadi. Timur Malik barcha zarbani o'ziga qabul qilib olish uchun Xo'jand qal'asiga, ya'ni o'sha Sirdaryo yaqinida joylashgan qal'aga yashirinadi va Mo'g'ullarni hujumlariga uzoq muddat kam sonli qo'shini bilan qarshilik qilib, mardonavor qarshilik qilib turadi. Shayx Maslihiddin bo'lsa shu muddatdan foydalanib Mo'g'ul sarkardalari bilan muzokaralar olib boradilar va ko'p tinch aholini omonlikda saqlab qolinishini uddasidan chiqadilar. Xo'p, keyinchalik Shayx Maslihiddin 1222-yili 93 yoshlarida Unji shahrida vafot etadilar va o'sha yerga dafn qilinadilar. Birozdan so'ng ixlosmandlari tarafidan Unjidagi qabrlari ko'chirib kelinib, shu Xo'jandga, ya'ni orqamda turgan binoni o'rniga ya'ni dafn qilinadilar. O'sha dastlabki paytda maqbara bir xonali binodan iborat bo'lgan, lekin keyinchalik bir muddatdan keyin maqbara vayron bo'lgach, o'rniga ikkita xonali, ya'ni ziyoratxona va go'rxonadan iborat maqbara bunyod qilingan. Lekin davr o'tishi bilan bir necha bora vayron bo'ldi va o'z o'rnida qayta tiklandi. 1375-yili Sohibqiron Amir Timur Xo'jand atrofidan o'tayotganlarida aynan Shayx Maslihiddinning maqbarasini ziyorat qiladilar va yangi maqbara bunyod etishga buyruq beradilar. 76-yili xuddi shu safar qaytariladi. 90-yillarda yana bir bora To'xtamishga qarshi safar oldidan Sohibqiron aynan Xo'jandda Shayx Maslihiddinning qabrlarini ziyoratiga keladilar. Xo'p, keyinchalik 16-asrda yashab o'tgan buyuk mutasavvif olimlardan Naqshbandiy tariqatini piri bo'lgan Mahdum Azam Dahbediy ham o'z davrida kelib, shu Shayx Maslihiddinning qabrini ziyorat qilganlari ma'lum. Xo'p, Shayx Maslihiddin Najmiddin Kubro bilan bir davrda yashashgan va ularni o'zaro hammaslak bo'lishganligi haqida manbalarda keltirilgan. Xo'p, bundan tashqari Shayx Maslihiddin xalq orasida Allohning valisi, ya'ni Valiyulloh nomi bilan ham mashhur bo'lganlar. Bir qancha aynan shu Allohning valiylik darajasiga yetganliklarini isbot tariqasida keltiriladigan hikoyalar, ya'ni manbalarda keltirilgan. Bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat. Afsuski, maqbaraga ichkariga kirishga imkon bo'lmadi, yopiq ekan. Lekin inshaalloh yana keyingi safarlarimizdan birida imkon bo'lsa albatta bu yerga qaytib kelamiz. Shayx Maslihiddinni hazratlarini ruh poklariga bir duoyi fotiha qilib baxshida qilib qo'yamiz inshaalloh.
Rahmat e'tiboringiz uchun.